Nush pardalari nomer 1. Nush pardalari nomer 1. Lenush pardalari nomer 1. Nush pardalari nomer 1. Nush pardalari nomer 1. Lenush 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 pardalari nomer 1. Men Manzura Madaminova Xudoyberganova. 1 yil kuzatib turganman. Telegramda, Instagramda. Ustozimiz Lenush xonimga juda katta rahmat aytaman. Adımlar juda men bir tasodifan kelganman. Lekin kelgan vaqtim ham boshqacha taassurot bo'lgan. Shu yerda qolish niyatim bo'lgan. Hech kim mendab o'rgatmagan shu vaqt. Ustozimni yaxshi ko'raman. Hamma bergan bilimlar uchun rahmat. Mening ismim Durdona. Men Andijondan keldim. Lenush pardalarini anchadan beri kuzatardim. Qilgan tanlovimdan hech ham afsusda emasman. Pardalarni sxema asosida tez va oson o'rgandim. Mening ismim Shohista. Andijon viloyatidan parda o'rganish uchun keldim. Lenush pardalarini onlayn kursida o'qigan edim, offlayniga ham keldim. Tekon rahmat, berayotgan bilimlariga rozi bo'lsin. Mening ismim E'tibor. Men Andijondan Xorazmga Lenush pardalariga o'qish uchun keldim. Bu yerga kelganimdan rosa xursandman. Bu yerda o'zimda yo'q bilimlarni oldim. Lenush opaga rahmat, kattakon. Men Masharipova Mavluda. O'zi aslida tikuvchilik, pardachilik sohasini menda hech qachon qiziqish bo'lmagan. Lenushning ishlarini kuzatib, men dim yaxshi ko'rganman. Ishlarini, parda sohasini umuman tushunmagan holda shunchaki go'zalligini men havas etganman. Keyin Lenushning yoniga kelganman. Lenushdan xohlayotgan bo'ladi, shuni ham aytib o'taman. Уже natijaga chiqdim. Ustozim, sizga ming rahmat aytaman. Meni shu sohaga kirib kelishimga siz sababchi bo'ldingiz. Rahmat ustoz, boriga shukr.